Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sayfish kanali yana sizlar bilan. Bugun yana Buxoro shahar qush bozorini obzorini qilamiz. Tayyor bo'lsangizlar, qani ketdik. Assalomu alaykum Nozim aka, xo'rmang. Assalomu alaykum. Nozim aka bozordalar. Nozim aka bugun bozorda bir o'zingiz ekansiz, bo'lmasa o'zingizni obzor qilib qo'yamiz. Tak, neonchalarni chiqaribsiz bugun. Neonlar nech puldan bo'ldi aka? Neonlar donasi 10 parasi 20. Skalarlar mana. Kattalari 15, kichiklar 10 dan. Bu kilocha aka? Bu kilo 10 dan. Jufti 20 dan. Barbusi necha? Barbuslar 2 kilo berdi bu. Sarig'i bu, bunaqa yashili. Donasi 10 dan. Danyo necha? Danyolar 5000. Afrikanskiy. Afrikanslar ko'klari 20 ming, 25 ming. Sariqlar 25 ming dan. Donasi. Arandami yo'q? Tilla bor. Bular tilla baliq. Bular 15 ming. Kattalari sal kattalari bor. Mana bu kodimda 25 ming dan. Oddiylari bor. Endi rangi kirishdi, bular 10 ming dan. Bular oqlari bor 15 ming dan. Qo'ya bor mana bu yerda. Bular donasi 20 ming. Ulitkalarchi? Ulitkalar jufti 15 ming dan. Turli xil kormlar ham bor ekan. Qorumlar 5 ming, 4 ming, 10 minggacha bo'ladi. Qorumlar har xil. Sifatiga qarab. Rastenglar nech million aka? Yasirda 40 ming, 45 ming. Assalomu alaykum. Nima? Nozim aka nomeringizni qoldirasizmi? 95lik. 95lik 313 313 84 84 48. Nozim akaga telefon qilasizlar. Bemalol bozorga kelsangizlar, har yakshanba kuni bozorda borlar. Qolaversa uydan ham sotadilar. Murojaat qilinglar, skidkada chiroyli qilib beradilar. Nozim aka, barakasini bersin, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling.